ustozlar, mana shu malaka oshirishimizga keldik. Mana hech qancha vaqt o'tgani yo'q, lekin biz Zayfa ustozimiz juda ham ko'p narsalarni o'ylayapmiz. Eng asosiysi inson o'zini o'zi boshqarishni, kayfiyati zo'r bo'lishni, doimiy pozitivda yurishni, yaxshiliklarni o'ylashni, faqat yaxshilik qilishni va eng asosiysi qarimaslikni o'zimizga shior qilib oldik. Mana ustozlarimiz hammamiz birgalikda Xudo xohlasa mana shu bir oyni chiroyli qilib o'tkazdilar. Bir-birimiz bilan oilaviy tanishuvlarimiz, bir-birimizni hurmat qilgan holda bir-birimiz bilan do'stona bo'lgan munosabatda o'ylaymanki, oxirigacha Zulfiyaxon, biz siz bilan 3 pora dars o'tdik. 3 porada bir-birimizdan zerikib ketishimiz mumkin. Lekin sog'lom muhit bo'lsa, sharoitlar yaratilsa, demokratik boshqaruv bo'lsa, darsni mazmunli tashkil etish mumkin. Biz qaysi tajriba asosida dars o'tdik azizlar? Singapur tajribasida asosan nimalar bo'ldi bizda bugun? Nima oldingiz? Bir. Nima oldingiz bu hayot? yaxshi kayfiyat oldik. Yaxshi, bir nimalar oldik? Eng asosiysi bir. Singapur tajribasida birinchi nima yozuvimizda? O, boshida aytdik, bilim. Ikkinchi, ko'nikma oldik. ikkinchi, takrorladik. Uchinchi, qayta takrorladik. To'rtinchi, mulohaza yuritdik. Yana navbatdagisi nima qo'lladingiz va yana bittasi qoldi. Qo'shimchalar qo'shdingiz va bu qo'shimchalar bilan nazariya va amaliyot uyg'unlashdi. Rahmat sizlarga.